Davom etamiz. Favqulodda yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni bartaraf etishda oldindan ko'rilgan tayyorgarlik muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, sel kelishi xavfi yuqori bo'lgan hududlarda belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurdir. Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tashabbusi bilan uyushtirilgan press-turda So'x tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida jurnalistlarga jonli misollar asosida ma'lumotlar berildi. Ishtirokchilar maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarini kuzatish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. So'x tumani tabiat go'zalligi va sinovlari yonma-yon yuradigan tog'li hudud. Bir qarashda go'zal, ammo sel va toshqin xavfi bilan har daqiqada hushyorlikni talab qiluvchi mintaqada bugungi kunda xavfsizlik birinchi o'rinda. Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan So'x tumanida sel va suv toshqinlariga qarshi kurashish, aholini muhofaza qilish yo'nalishida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar esa ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tkazilgan press-turda batafsil ochiqlandi. Salkam 4 kilometr joyini 20.348 kuba joylarni tozalandi. Jumladan 2025-yil sel mavsumi oldidan 7 ta nazorat kuzatuv posti tashkil etilib, har bir sel yo'li alohida e'tiborga olindi. Xususan, Sohibkor mahallasidagi Pallaxon sel yo'lining 832 metr qismi 6656 kub metr loyiqadan tozalandi. Qirg'oqlari esa mustahkamlandi. Shuningdek, O'nqirsoy sel yo'lida ham 995 metr qismi 7845 kub metr qum va shag'al olib tashlandi. Barcha ishlar tezkor, aniq va tizimli amalga oshirilmoqda. Sel yo'li ham sel oqimlarini oqizib ketadi, olib o'tib ketadi o'zi bilan birga. Bundan tashqari fuqarolarimizni yurishi, undan tashqari hamda qisman avtomobil yo'llarining yurishini ta'minlab beradi. So'x tumani ko'chalarida Jahon banki mablag'lari asosida zamonaviy ko'prik qurilmoqda. Uzunligi 15 metr, eni 14 metrni tashkil etadi. Ikki tomonda piyodalar uchun qulay yo'lakchalar qurildi. Shuningdek, sel yo'lida 1200 metrlik yangi yo'nalishda qurilish ishlari davom etmoqda. Temir quvurlar almashtirilib, beton ishlariga kirishildi. Oldin yurib bo'lmasdi. Yo'limiz to'g'ri edi. Mana hozir enimiz 7,5 metr qildi. Uzunligi 1 kilometr 570 metr. Demursat mahalla fuqarolar yig'inidagi mana bu ko'prik esa ta'mirtalab bo'lib qolganiga bir necha yil bo'ldi. Mustahkam ko'prik qurilayotgani shubhasiz aholining qulayligini ta'minlaydi. Bu Demursat sel yo'limiz 3-nazorat kuzatuv posti hisoblanadi. Bu ushbu 3-nazorat kuzatuv postida uning vazifasi sel va suv toshqinlari sodir bo'lishi ehtimoli bo'lganda avtomatik tarzda ana shu sirenasi ishga tushadi. Sirena ishga tushgandan keyin aholini birdan ogohlantiradi. Press-tur davomida Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tashabbusi bilan So'x tumanida maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Unda fuqaro muhofazasi xizmatlari, maxsus texnikalar va mutaxassislar ishtirok etdi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.